Bugun biz turgan mana shu omborxonada shakllantirilgan zaxiralar qachonlardir oddiy bir orzu, hatto erishib bo'lmasdek tuyulgan maqsad edi. Chunki o'sha vaqtlarda na yetarli mablag', na texnik imkoniyatlar bu hajmdagi zaxiralarni yaratishga yo'l qo'yardi. Ammo vaqt o'tmoqda, soha esa rivojlanmoqda. Bugun o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimida har bir mavsum uchun oldindan alohida tayyorgarlik ko'riladi. Eng muhimi, mana bunday qudratli zaxiralar shakllantiriladi. Nima uchun bunday zaxira kerak? Chunki suv ta'minotida har qanday nosozlik, har qanday favqulodda holat yoki kutilmagan to'xtashlar minglab iste'molchilarimizning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tayyor turgan ushbu zaxira esa bunday holatlarni oldini olishga, ishlab chiqarish jarayonlarini uzluksiz davom ettirishga xizmat qiladi. Endi eng qiziq savol: Navoiy suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida bu jarayon bugun qaysi darajaga yetdi? Zaxira masalasi qay tartibda yo'lga qo'yildi? Keling, ushbu savollarga bugungi lavhamizda birgalikda javob topamiz.